Assalomu alaykum Begotli boy akalar. Bugun haftaning yakshanba kuni men sizlarga imkon boricha Begotdagi mashina bozoridagi mashinalar narxini chiqarishga harakat qilaman. Faqat poddesh uchun videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursalaring, hamma mashinalari narx-navolari bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. 2012 433 ming yurgan ikkinchi pozitsiya Lacetti sotiladi. Motor holatlari yaxshi holatda ekan, yaqinda motor qildirib chiqarilgan. Apkatkada hozirgi holati. Kraskasi orqa kapotida bor ekan, ko'rib tekshirib olasizlar. Orqa krilo salmashgan. Ichki holatlari. Men mikrofonni qo'yib qo'yishdim, mana chiroyli holatda. Chexol ko'liklari yaxshi holatda. Mashinamiz mexanika. Yo'llari ham chiroyli holatda. Mashina gazda, benzinda yuradi aka? Benzinda ham yuradi. Ichlari shunga holatida ekan. To'liq shunqalik. Navrotlar haqida ayting, o'zingiz aka, qanaqa o'zi? Navrotlar ishga qilingan hamma narsasi bor. Bo'ladi, mana. Bo'ladi, bunadi. Motor apkatkada 2012-yil. Gaz, benzin, 4 ta yangi balon, hadovoy hech qanaqa ishi yo'q, minish kerak faqat. Apkatkadan chiqarib minish kerak. Narxi necha pul? 5,5 ming so'rayapmiz, 5 mingga qilib beramiz deyapmiz buni senga. Bo'ladi. Bo'ladigani yana 4900 qilib beramiz. 4900 oxirgi narxini aytasiz. Ha. Telefon raqamingiz? 88lik. 874 15 17. Akalar mashinasi stenasi yaxshi holatda, narxi ma'qul kelgan bo'lsa, telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.